Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz BMT tashkil qilingan kunga atab yurtdoshlarimizdan bir qancha savollarni so'raymiz va ularni bunga bo'lgan reaksiyasini tomosha qilamiz. Qani unda ketdik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bizda BMT tashkil topgan munosabati bilan sizga bir qancha savollar bermoqchi edik. Shunga javob bera olasizmi savollarimizga? Mayli. Demak, rahmat. Eng avvalo birinchi savolimiz. BMT qachon tashkil topgan? 1945-yil 24-oktyabr. Juda to'g'ri. Ikkinchi savolimiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inglizcha nomi nima? Birlashgan Millatlar Tashkilotining inglizcha nomi nima? Yo'q, buni bilmadim. United Nations o'zicha eslab qolasiz. Uchinchi, so'nggi savolimiz. O'zbekiston BMTga qachon a'zo bo'lgan? 92-yil 2-mart. Juda to'g'ri. Bu bizning viktorinarimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Sizga Birlashgan Millatlar Tashkiloti haqida bir nechta savollarimiz bor edi. Mayli bersak. Marhamat. Xo'p, unda birinchi savol. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qachon tashkil topgan? Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1945-yilda tashkil topgan. To'g'ri javob. Unda ikkinchi savolimizni beramiz. BMT so'zining inglizcha ma'nosini bilasizmi? Adashmasam United Nations bo'lishi kerak. To'g'ri. Xo'p, unda uchinchi savolimiz o'sha BMTning rasmiy tillarini sanab bera olasizmi? Bilganimcha aytaman, ingliz tili, rus tili, xitoy tili, bilganlarim shu ekan. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Biz viktorina qilayotganda shu viktorinada qatnasha olasizmi? Mayli. Demak, biz BMTga oid sizga savollar beramiz va bu savollarga javob berasiz. Demak, birinchi savolimiz. BMT qachon tashkil topgan? Birlashgan Millatlar Tashkiloti adashmasam 44-45-yillar tashkil topgan 1900. To'g'ri, 1945-yilda tashkil topgan. Ikkinchi savol. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inglizcha nomi qanday? United Nations. Juda to'g'ri. Va so'nggi savolimiz, BMT bayrog'ida qanday tasvir bor? BMT bayrog'ida nimanidir gerbi bormidi? Qanaqadir simbol bor edi adashmasam. Yer shari va zaytun shoxlari tasviri bor. Da, shunday. Savol javob uchun rahmat. Salomat bo'ling.